Bolam, endi qarigan chog'imda meni ko'chada qoldirasanmi? Ona, ko'chada qolmaymiz. Vaqtincha sotib turaylik shu uyni. Bu safar aniq yutaman, oyi. Katta tiksa, katta ko'tariladi. O'tgan safar xato qildim. Bu safar endi u xatoni qilmayman. O'rganib, tushunib oldim, yo'l yo'rig'ini bilib oldim. Ona, men sizga hali bundan zo'r uy olib beraman. Ishoning. Ilohim, uyi kuysa o'sha qimorni o'ylab topganlardi. Mana mashinangni sotding, mashinasiz qolding. Endi navbat uyga keldim men. Endi ko'chada qorizor yuramizmi bolam keyin? Mashinani sotganda ham shunaqa deganding. Mashina olaman joyiga deganding. Oyi, ishxonani pulini tikib qo'yganman. 20 mingni o'rniga qo'yib qo'ymasam bo'lmaydi. Qamalib ketaman, uni o'rniga qo'ymasam bo'lmaydi. Vaqtincha sotib turaylik shu uyni. Olib beraman boshqasini. Mayli bolam. Faqat bu oxirgisi. Bitta shartim bor. Uyni sotamiz. Hamma qarzingdan qutulasan. Boshqa qaytib qimor eshigidan qaramaysan. Qimor eshigini ochmaysan. Shundagina mayli. Rozi bo'laman. Lekin yana bir bor qimor o'ynasang, onam yo'q deb hisoblagan. Men sen uchun o'lgan bo'laman. Qilmagan bolam. O'ynamayman boshqa. Xo'p. Ishondim uxlabsak. Sizlarni tanib turgan qimor reklama qilib turgan oilasiga harom xarj yedirayotgan itlar. Voy bilaman, mana buni qara. Bularni dastidan tirikchilik ham qilib bo'lmay qoldi-ya. Mana yangi o'yin bor-ku, shuni tezroq reklama qilishimiz kerak. Reklama pulini olib qo'ygan bo'lsa, Oldin mana bu yozuv bor, kiyimlarni kiyib, odamlarning ongiga ta'sir qilardik. Hozir kiyim kiyish ham muammo bo'lib qoldi. nima qilib bo'lsa ham shu reklamani tezroq qilib olishimiz kerak-da. Odamlarni aldab siltab tezroq Telegramga qo'shib olishimiz kerak-da. Qimor keyin Telegramda rosa gullayveradi. Ya'ni og'ayning ham onlayn qimorga qattiq kirib qoldi-yu. Qaysi? Faruqchi, u mashinalarni ham tikib yuboribdi qimorga. Yo'q-a. Og'ayning hech bo'lmasa o'shani qaytarib qo'ysang bo'lardi-yu. O'lib ketmaydimi? Bizning ishimiz qimorga jalb qilish. Qolgani bilan bizning ishimiz yo'q. Ishimizni ja bo'lmasa halollab bajarayotgan ekanmiz-da, ya. Hasan! Qadaringga na'lat, nimalar qilib yuribsan sen?